tekshirladi, like bosganmi, kommentariy yozganmi. 720 mingta like bo'pti, kommentariy undan o'tibdi. Akam nima deyaptilar, hayronman qarang kalkulyatsiyaga. 720 ming. Ko'paytiramiz. iPhone 7 taxminan necha pul Islomda? $900 bormi? 17 ni o'zi. O'rta narxda 648 million dollar. Bu nerealniy narsa. O'zi aslida eng qizig'i men qarang. Masalan, $1 12 ming bo'lsa, grubi o'rta hisob kalkulyator yeb qoladi. kalkulyator yeb qoladi. Yeb qoladi. Xullas mana realniy narsa. Har bitta goliga O'zbekistonda mana iPhone 11 Pro dan boshlanadi. Har bitta goliga bitta gol ursa 11 Pro dan boshlanadi. Ikkinchi golga 11 Pro Max, uchinchiga 12 Pro hamda 13 ta o'zi bu realniy obunachilar hamda masalan like, komment yozganlarga beramiz. Undan tashqari mabodo O'zbekiston birini bo'ladimi, boshqa shot bo'ladimi, YouTube'da esa mabodo xudo xolisa S26 Ultra addushi beriladi. Bu telefonlar bugun sotilmaydi xullas. Faqat g'alabaga, faqat bolalarga, ertaga xudo xolasa biz rozimiz, mingdan ming rozimiz. Mana shu telefonlar shuna padarga qilib yuborgan. Bosinglar. bosinglar.